Hozirgi kunda eng katta muammolardan biri bu qishloq xo'jalik texnikalarini motorini ishdan chiqishi. Eng katta mavzu. Unga ketadigan xarajatimiz kamida 3000 AQSh dollarida, ya'niki 36 million 35 million atrofida xarajat qilishimiz kerak. Sifatsizini qo'yib qo'ysak yoki parametri to'g'ri kelmaganini qo'ysak, motorimizda moy ispareniya bo'ladi, yo'qoladi moyimiz. Kamayishni boshlaydi yoki 100 soatda klapanlardan shaqillagan ovoz chiqib boshlaydi. E'tiborsizlik bilan, ya'ni duch kelgan ko'chadan olingan moylar to'g'ri keladi, kelmaydi. Bir xilda quyilib qilingan, kelib chiqqan natijasidan kelib chiqqan sabablar uchun shunaqa muammolarimiz ko'p. Buni muammolar oldini olishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Muammoni oldini olishimiz uchun biz oliy navli texnikalar uchun tavsiya etilgan oliy navli moylardan solishimiz kerak. Ya'ni bu o'z parametri bilan CI Tour ajratib o'tamiz. Moy olayotganda e'tiborli bo'lamiz. Yozuvda CI AP CI Tour yoki Y7 yo Y5 yozilgan bo'lishi kerak. Bu oliy navli texnikalar Class, Case, John Deere, New Holland va hokazo shunga o'xshagan texnikalar uchun aytilayotgan gaplar bular. O'sha uchun biz tavsiya etamizki, ishlab chiqaruvchilar tomonidan tavsiya etilgan moylarni quyib borishimiz kerak. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Oxirida o'zimizning gap bitta bundan ayamaysiz. Agro ishonch sizning ishonchli tanlovingiz, bizni kuzatishda davom etavering.